O'rog'da olib, mashina qilib poyani chopdingiz. Poyani chopib turib presladingiz. Preslagandan keyin qanaqa qilib buni chiqarishni bilmayapsizmi? Ikkita ukangizga aytsangiz PUBG o'ynayapti, bu darama etlab, buni yechimi topilmadi. Mana sizga yechimi do'stlar. Eng qizig'i o'tda yonmaydigan, suvda cho'kmaydigan drabilkalarimiz bo'ladi. O'tda ham yoqaveradi, orqasidan bemalol suvda ham qo'yib yuborsangiz bo'laveradi. Motorlarimizga keladigan bo'lsak, do'stlar, eng qizig'i bularimizni motori 3 kilovatdan boshlab turib 6,5 kilovatgacha bo'ladi. Undan tashqari yangi, ya'ni motor ixtiro qilib berishgan akalarimiz o'ngga ham chapga ham ishlaydigan bo'ladi. Biz alyumin xolaganlardan qilib berishaveradi. Buni bo'lis tariqasida do'stlar 4 xil setkasi, undan tashqari mana bunday chiqaradiganlar bo'ladi. Qalagan narsangizni chiqarsangiz bo'lar ekan. Narxlariga keladigan bo'lsak, 1,900,000 so'mdan boshlab yo'g'iga ketaveradi. O'zbekiston bo'ylab dastlabki 100 gacha mutlaqo bepul 3 oygacha garantiya berishadi. Biz hozir Farg'ona viloyati, ya'ni Agramir drabilkalarda turibmiz. Pastdagi nomer yoki pastdagi profil yozsalar to'liq ma'lumotni berishadi.